Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik amerikanskiy YouTube kanal ochib berish xizmatini yo'lga qo'ygan. O'zi amerikanskiy YouTube kanal ochish qanchalik to'g'ri? YouTube kanalni to'g'ri ochish sizni rekomendatsiyaga chiqishingizga ta'sir qiladimi? Yoki bo'lmasam kanal ochishning qandaydir sirli usuli bormi? Bugungi videoda men sizlarga mana shu savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman. Videomizni boshlanmasidan oldin like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan da foydali, qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysizlar. Birodarlar, ushbu fursatdan foydalanib, men sizlarga o'zimni Telegram kanalimda tavsiya qilmoqchiman. Mening Telegram kanalimda sizlar hozirgi paytda qanday yo'nalish trend bo'lyapti va uning orqasidan qancha daromad qilinyapti, YouTube'ni yangi boshlaganlar uchun esa oson yo'nalish, uni qanday qilib tez natijaga chiqarish, shu kabi foydali ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Kanalimiz manzili kommentariyada yoki opisaniyada bo'ladi. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda bugun Amon Turdiyev Shohrux. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan xursandman do'stlar. Hozirgi paytda aytib o'tganimdek, ko'pchilik amerikanskiy YouTube kanal ochib berish xizmatini yo'lga qo'ygan. Uning ichida bir necha xil narsalari bor. Misol uchun banner yasash, avatarka yasash. Ya'ni siz o'zingizga mos deydi yo'nalishga banner avatarka yasab beramiz deydi. Kanalingizni zo'r nastroyga qilib beramiz deydi, rekomendatsiyaga chiqadigan va deydi, misol uchun nomer tasdiqlab beramiz, sizga o'zimiz yo'nalish maslahat beramiz deydi. Kelinglar bugun o'zi mana shu narsa qanday qilinadi? O'zi shu narsa arziydimi? Ya'ni kanal ochib berish xizmati narxiga arziydimi? Ba'zilar 499 ming qilgan, ba'zilar 200 ming qilgan. Bugun men mana shu narsani o'z narxiga arzimasligini javob berib o'tib ketaman. Qaranglar. Ular qanaqa qilib ochadi? IP'si zararlanmagan telefondan sizlarga akkaunt ochib beradi. Bunda sizlarga bergandan keyin rekomendatsiyaga chiqish ehtimoli katta. O'zingizlar kanal ochganingizda ko'pchilik telefoningizlarni IP'si zararlangan bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga muammo kelib chiqadi. Kanalingizlar ya'ni rekomendatsiyaga chiqmaydi. Ular ochib berganda IP'si iloji boricha zararlanmagan qurilmadan ochib beradi. O'shanda rekomendatsiyaga chiqadi. Ya'ni amerikanskiy YouTube kanal degan narsa yo'q, faqat amerikanskiy auditoriya to'plash bor. Ya'ni ko'pchilik hozir sodda xalqimiz tushunish uchun ular shunaqa deydi, lekin aslida hamma akkaunt bir xil. Mana bu ham, mana buni ham. Misol uchun oddiy akkaunt, amerikanskiy akkaunt ham oddiy. Bundagi farqi yo'nalish va uni kuzatadigan auditoriya. Kelinglar bugun o'zi kanal qanday nastroyga qilinadi? Men sizlarga shuni ya'ni biroz tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, hozir mana videolarni boshqarish bo'limiga kiramiz. Bu kanalimda men o'zim sozlab chiqqanman. Mana bu video olib tashlangan YouTube tomonidan, kecha buni aytib o'tdim. Qaranglar, mana sozlamalar bo'limiga kirishadi. Mana bu nima? O'zi qanday joy? Ya'ni umumiydagi birinchi bo'lim bu USDT, bu valyuta. Ya'ni sizlarning kanalingizda pul ishlasa, u so'mda ko'rinsinmi, dollardami shunaqa. Biza USDT ga qo'yamiz. Mana USDT ga turibdi. Bu AQShda valyutasiga ko'rsatadi. Misol $10. $10 120 ming so'm deb ko'rsatmaydi-da. Ya'ni buni AQSh dollarida ko'rsatadi. Xo'p, bu bo'lim mana shundan iborat va kanal bo'limi. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari turibdi. O'zi asli bu yerda O'zbekiston turadi. Ya'ni O'zbekiston turgan paytda sizlarning monetizatsiya bo'limlaring, sizlarning davlatlaringda, ya'ni monetizatsiya mumkin emas deganday bitta yozuv chiqib turadi-da. Xo'p, buni sizlar Amerikaga o'tkazib qo'ysanglar, aniqroq qilib aytsak, mana bunaqa bo'lim ochiladi. Sizlar kanalingizga qancha soat yig'di, qancha obunachi yig'di, hokazo narsalar. Va kanalda kengaytirilgan sozlamalar degan joyi bor. Mana shunaqa joyi, bu yerdan uncha hech narsaga teginilmaydi va ular nima qilishadi? Sizlarda mana bu o'zlari kanal ochib berish xizmatida standart funksiyalar kanal ochgan payti yonadi. Va sizlarga nomer, mana bu yerda nomer ulashish joyi bor. Misol uchun men reklama qilgan botda sizlar 4-5 ming so'mga bitta nomer olishingiz mumkin. Ya'ni sizlar hozir 40 mingga sim kart top tasdiqlamaysizlar, mana shu joyga 4 mingga nomer olib kiritasizlar va kanal tarixi, kontent qilsanglar o'zlaring yoqsanglar bo'ladi. Bu bo'limda tushuntirdim. Xo'p, birodarlar, yana bitta narsa, mana bu yerda o'zingizlarning yo'nalishingizga oid kalit so'z yozishingiz mumkin. Misol uchun sizlar Minecraftdan kontent qilsanglar, mana kuchukcha qo'yasizlarda, mana Minecraft deysizlar misol uchun, mana Minecraft yozasizlar, keyin bu yoqqa yana rushetga qo'yib gaming yozasizlar, keyin Minecraftdan yana rushetga qo'yib, xullas ashnaqa qilsanglar, bu sizlarga yordam beradi. Menga bu kerak emas. O'shaning uchun men bu joyga teginmayman. Xo'p, bu joyini kiritasizlar, aytganimda o'zingizlarning yo'nalishingizga mos hashtag. Va bu joyi. Mana bu joyi nima deyiladi? Opisaniya deyiladi. Ya'ni mana bu joyida, mana boshlanishda bu videoning nomi, agar shu yerga birorta videoni nomlasanglar, har bir videolarda o'sha nom paydo bo'laveradi. Ya'ni videoni bir xil nomlamoqchi bo'lsanglar.
Keyingisi tavsifda ham xuddi shunday. Mana shu yerga nimanidir kiritib qo'yayotgan bo'lsanglar, birodarlar, har doim qaysidir videoni qo'ysanglar, avtomatik mana shu joyga boya sizlar qo'ygan tavsif paydo bo'ladi. Va ruxsat. Bu yerda videoni yuklayotgan payt avtomatik hammaga ochiq tursinmi yoki bo'lmasam misol zakrit, ya'ni maxfiy havola orqali bo'lib chiqsinmi deydi. O'shaning uchun o'zingizlarga qulayini ko'rsatasiz. Misol men hammaga ochiq qilib qo'ying va teglar. Bu yerda ham xuddi shunday rushotka bilan, ya'ni mana bunaqangi belgi bilan, misol Tailsop qilsanglar Tailsop, Alien Dance, Minecraft qilsanglar Minecraftga oid, o'sha yo'nalishga oid rushotka bilan so'zlarni yozasizlar. Bu sizlarga sal yordam beradi. Xo'p, kengaytirilgan funksiyalar bizga kelgan ruxsatlar. Akalar, bu yerda sizlar kanalingizga boshqa birodarlarni kiritsanglar bilan, misol uchun taklif kiritish joyiga birorta email qo'shsanglar, mana ruxsatni tanlash, mana oddiy mana bu yerda muharrir video yuklash, ya'ni akkauntinglarni o'g'irlab ketmayotgan holatda ham video qo'yib yurish imkoniyatini beradi. Xullas, bu shunaqa narsa. Emailni qo'shasizlar, u akkauntingizga kirsa bo'ladi. Xo'p, hamjamiyat bu yeri ko'p kerak emas, bu yerdan foydalanmaymiz va foydalanuvchini boshqarish. Mana bu yerga ham endi men video uchun ishlatmayman, sizlar o'zingizlarga kerak bo'lsa ko'rib chiqasizlar. Bu qoidalar mana ko'rishlaring mumkin va kelishuvlar. Bu joy shart emas. Sizlarga mana shunaqa joylarni to'g'irlab berishadi. To'g'irlab berishgandan keyin mana bu joyga mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana kanalni sozlash bo'limiga kiramiz. Hozir 1 daqiqa. Mana bu yerda sizlarga banner qo'yishadi, mana bu yerda avatarga qo'yib berishadi va mana bu yerda tavsif yozishadi. Shu bilan sizlarga kanalni ochib bergan uchun xizmatini oladi bular. Banner avatarkani odatda ko'pchilik ChatGPT dan yasatadi. Misol uchun, sizlardan birorta yo'nalish so'radi. Qaysidir odam kanal ochib berishga to'lov qildinglar, ChatGPT ga kiradi. Shuni prompt beradi. Misol uchun hokazo deb prompt beradi. Avatar yasab ber desa, ChatGPT shuni yasab beradi. Banner ham xuddi shu. Xo'p do'stlar, bunga ko'p vaqt ketmaydi kanal ochtirib berish xizmatiga. O'shaning uchun bu narsani men tavsiya qilmayman sizlarga. Birodarlar, endi bitta narsa, ya'ni YouTube kanalini o'zi to'g'ri ochsa, rekomendatsiyaga ta'sir qiladimi degan narsa bor. Xo'p, misol uchun men Minecraft kanallarimni hech qanaqasiga nastroyka qilmayman, shuni bitta banner avatarga qo'yib nomlab yuklayman, rekomendatsiyaga chiqadi. Deyarli ta'siri yo'q, yaxshi kontent qilinsa, lekin ko'pchilik adashadi. Ya'ni ko'pchilikning IP adresi, MAC adresi zararlangan bo'ladi. Ular kanal ochadi, zo'r video qilsa ham, kanalni zo'r nastroyka qilsa ham rekomendatsiyaga chiqmaydi. Kelinglar, mayli. Men shunday bo'lishiga qaramasdan sizlarga telefonimdan o'zim men qanaqangi qilib, ya'ni kanal ochaman. O'shani savoliga javob berib o'tib ketaman. Ya'ni hozir telefonimdan oddiy men ochaman, hech qanaqangi sir asrorlari yo'q. Buni ko'pchilik misol uchun o'zicha sirli, bu qanaqadir maxfiy narsalar deb bekitish mumkin. Yo'q, birodarlar, fake. Hech qanaqa unaqa narsalarga ishonmanglar. Mana meni o'zim sizlarga ko'rsatib beraman ochiq-oydin. Faqat bitta narsaga e'tibor beringlar. Kanal ochayotganda IP adresi zararlanmagan qurilmadan ochinglar iloji bo'lsa, o'shanda sizlarga plusiga ishlaydi. Xo'p, bo'lmasam aytib o'tgandek, shu ikkinchi aytib o'tgandek, o'zi kanal ochish rekomendatsiyaga ta'siri bormi? Rekomendatsiyaga chiqishingizga yordam beradimi? Endi men shu savolga sizlarga javob berib o'tib ketaman. Do'stlar, mana men telefonga o'tib oldim. Endi bir boshidan sizlarga ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, xohlasanglar sozlamalar bo'limidan, xohlasanglar Play Market, qaysi sizlarga qulay bo'lsa, shu joydan ochishinglar mumkin. Xo'p, men Play Marketga kirib olaman. Va mana bu joyda mana pastga tortgan holatda boshqa hisob kiritish bo'limini bosaman Play Marketdan va mana barmoq izini so'raydi. Men bu yerga qo'yaman barmoq izini. Xo'p, bitta narsani inobatga olinglar. Bu telefonimda IP adresi zararlangan, lekin test uchun ko'rsatyapman sizlar. Birovning telefonini ochib o'zingizlarniki o'tkazib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdan pastga hisob yaratishni bosasizlar. Shaxsiy foydalanishim uchun yoki ish biznesim uchun ochish kerak, chunki bu YouTube biznes sifatida qaralishi kerak. Va mana bu yerga misol uchun, xo'p, men ismim Shohruh deb yozaman. Pastiga misol uchun Amon Turdiyev deb kiritaman. Yil, misol uchun iloji boricha 18 yoshdan kattaroq yilni qo'yinglar, zarari yo'q. Bular xohlaganinglarni qo'yinglar. Aynan bitta misol uchun tug'ilgan sana misol shart emas, men shu luboyni o'rnataman. Jins kiritiladi, erkak bo'lsanglar erkak, ayol bo'lsanglar ayol. Va bu yerda email tanlaydi. Xohlasanglar mana buni bosib mavjud, o'zingizlar xohlagan tanlaysizlar. Menga bu qiziq emas. O'shaning uchun men shuni bosaman va bu yerga parol, qanaqangi parol qo'yasan deydi. Misol uchun menga bu umuman aytganimda yana qizig'i yo'q, shunchaki mana
Mana bunaqa qilaman. Mana keyingisini bosaman. Pastroqqa tortamiz, roziman deb bosaman. Biroz hozir zagruzka ketadi, ko'rib turishinglar mumkin. Mana. Hozir akkaunt ochilib bo'ldi. Xo'p, birodarlar, bitta narsa, men akkauntni ochdim. Mana shunaqa ochiladi. U hech qanaqangi sir asrori yo'q buni. Ya'ni sizlarni ko'pchilik miyalarni zaharlaydi o'zicha. Bunaqa qilib ochish kerak, unaqa qilib oddiy ochsa rekka chiqmaydi. Yo'q, mana shunaqa ochiladi. Faqat IP adres zararlanmagan device'dan ochsanglar yaxshi. Xo'p, ikkinchi savolga javob berib o'tib ketdim. Buni hech qanaqangi sir asrori yo'q. Endi 3-savolga o'tamiz. Xo'p, o'zi aslida kanal ochishda qandaydir sirli usuli bormi? Ya'ni ko'pchilik buni sirli usuli bor deb yashiradi, lekin kanalni ochishda hech qanaqangi sirli usuli yo'q. Ya'ni men qanaqangi hozir Gmail ochishni ko'rsatib berdim. Endi kanal ochish ham xuddi shu tartibda. Ya'ni eng bu yerda muhim narsa, sizlar qanday yo'nalishda kontent qilishinglardan qat'iy nazar IP adres zararlanmagan bo'lishi kerak, birodarlar. Va tanlagan yo'nalishinglar iloj boricha trendiviyroq bo'lishi kerak. Xo'p, bitta narsani aytib o'tib ketaman. O'zi video rekomendatsiyaga chiqish uchun eng muhim narsalar nima? O'zi sizlarning videoinglar yaxshi topga chiqish uchun nima narsa muhim bo'lishi kerak? Ko'pchilik misol uchun oldin bitta savolga javob berib o'tib ketay. Kanal ochadi. 4 kun ham 5 kun ham o'tadi, prosmotr 0. 10 kun ham o'tadi, prosmotr 0. Bu IP adresdan bo'lishi mumkin, katta ehtimol. Ya'ni zararlangan bo'lsa, o'shanaqa sizlarda muammolar kelib chiqadi, YouTube sizlarni tavsiya qilmaydi. O'shaning uchun shu narsaga e'tibor beringlar. O'zi YouTube'da rekomendatsiyaga chiqish uchun kanalda nastroykalari unchalik shart emas. Eng muhim narsalardan biri sizlarni yaxshi natija qilishinglar uchun mana shu narsalar bo'lsa, ya'ni juda zo'r bo'ladi. Birinchi navbatda qanday yo'nalishdan kontent qilishinglardan misol uchun preview juda zo'r bo'lsin. Shu darajada bo'lsinki, iloji boricha ko'rgan odam ustiga bosadigan darajada bo'lsin. Va tekst ham qiziqtirsin. Ya'ni misol uchun olaylik, amerikaliklar inglizcha tekst qo'ysanglar, amerikaliklar o'qiganda birdan e'tiborni tortsin. Va bu birinchi boshlang'ich signal. Videoning ichiga kirgandan keyin, birodarlar, bunda nima qilasizlar? Bunda videoni o'zi ham hech bo'lmasa, misol uchun videoni 3 dan 2 qismini tomosha qilsa zo'r rezultat bu. Misol olaylik 5 minutlik videoni 3,5 minutni tomosha qilsa, 3 minutdan ko'proq tomosha qilsa, bu yaxshi natija. Qancha long bo'lsa, ko'proq qismini tomosha qilsa zo'r. Va bundan keyingi bosqich bu videoni yo'nalishi. Yo'nalish shunaqa narsaki, misol uchun menga hozir ustachilikka oid rekomendatsiyamdan videolar chiqib kelayotgan bo'lsa, ustachilikka oid menga bu unchalik qiziqmasda. Misol ustachilikka oid video. Shuning uchun kattaroq auditoriyaga ega, misol uchun yo'nalish tanlaylar demoqchiman. Mana shu yerda mana har xil previewlar chiqyapti. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Misol mana bu men o'zimni e'tiborimni sal tortyapman. 2 soat oldin 5600 ta. O'shaning uchun e'tiborni ko'proq tortayotgan yo'nalish qilinglar. Men sizlarga tushuntirib o'tdim, birodarlar. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Har xil odamlarga kanal ochib berish xizmatidan to'lov qilib, o'zingizlarning pulinglarni behudaga sarflamanglar. Men maslahat bermayman. Hamalaringga rahmat akalar. Sizlar bilan birgalikda bugun Amon Turdiyev Shohruh bo'ldi. Bizani kuzatishda davom etinglar, like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar, Telegram kanalimizga o'tsanglar, foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysizlar. Hamalaringga xayr. Keyingi videomizgacha ko'rishguncha.